bilan bizning zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari-yu hamma aboroti shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ehson oyi, boshqa oylardan ko'ra savob ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishini obetiy pulini chiqarib berdi. Oxiratning qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi seyfda, sondoda turibdi bochkada yoki fil. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytayapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynalgan bir qarindosh uylana olmayapti. Erga tega olmayapti. Muruvvat qilib qo'yingda borib turib. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ehson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. U nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta pulligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qariganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyga. Uydagi farzandlardan bittasi trubkani ko'tardi. Ota narigi xonadagi trubkani ko'tardi. Naridagi tashxisning natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. 1 oy 2 oyga borib uziladi deyapti. Endi boyaga xayri saxovatli boy eshitdi buni, trubkani qo'ydi. Buni bu yerda qilgan ehsoni endi boshqasida deyapti. Tushunarlimi? O'lishiga 1 oy 2 oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zamu ajran dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida, anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun taqshal faqr va ta'malul ghina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimni malonchasi palonchiga dema. Endi o'shladikiga aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayr ehsonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkazib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalqim g'arg'aramay kelganda joning dedi payg'ambarimiz. Pulimni palonchasi palonchiga demagin, endi pul o'shalarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafs bilan kutib oladi, jazoga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallar.